Aynan hozirgi kunda psixiatriya yo'nalishida dolzarb bo'layotgan muammolar haqida so'z yuritsak, xalq orasida qanday ruhiy kasalliklarning soni ortdi? Marhamat, Muhabbatalla Nazarovna. Hozirgi davrda xalqning orasida, ayniqsa bolalarning orasida autizm kasalligi juda ham jadal rivojlanib bormoqda. Yangi kasalliklardan ovqatlanishning buzilishi, NRS kasalliklari bilan murojaat qilishmoqda. Autizm haqida yana gapirib o'tmoqchi edim. Autizm haqida yana gapirib o'tsak, uni kelib chiqishini ko'p manbalarda har xil sabablarga ko'ra kelib chiqadi deb yozilgan. Asosiy kelib chiqishi bu tug'ma autizm va orttirilgan autizm turlari mavjud. Kelib chiqishiga qaraganda bunda onalardagi homiladorlik davridagi stresslar, og'ir anemiyalar, o'tkazilgan infeksion kasalliklar, har xil dori vositalarini qabul qilish onalarda shu kabi narsalar homilaga salbiy ta'sir qilgani natijasida onalar farzandini genofon bilan, ya'ni autizmga moyillik bilan tug'ishyapti. Bundan tashqari tug'ruq travmalari bor, bolalarning o'zidagi bo'ladigan stresslar bor. Ana shu narsalar autizmga sabab bo'lyapti. Genofon bilan tug'ilgan bolada autizm qanaqa kelib chiqadi? Genofon bilan tug'ilgan bolada autizm bola 1 yoshgacha masalan yaxshi rivojlangan bo'lishi mumkin, nutqida ayrim so'zlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, emotsiyalar rivojlangan bo'lishi mumkin, lekin ma'lum bir faktordan keyin masalan otasi uzoqqa ketishi mumkin yoki bir narsadan qattiq qo'rqishi mumkin. Oiladagi urush janjallarni stress sifatida ta'siridan ularda birinchidan gapirmay qolish kuzatiladi. Keyinchalik sekin-sekin emotsiyalari pasaya boshlaydi va yo'qola boshlaydi. Bolada bu genofon bilan tug'ilgan bolada bu autizmni kelib chiqishi shu tariqa rivojlanadi. Orttirilgan autizmga onalar, buvilar sababchi bo'lyapti. Sababi onalarimiz hammasi Instagramda yoki o'zini ishi bilan mashg'ul, buvilarimizga ham qancha bola shovqin qilmasa shuncha yaxshi. Qo'liga telefon berishyapti, multfilmlarni qo'yib berishyapti bolalarga. Kuni bilan bolalar multfilm ko'rib ham telefonda qolib ketishyapti. Buni natijasida ayni bolalarga emotsiya va boshqa narsa o'rgatadigan davrda bolalar faqat telefondagi narsalar bilan o'sib kelyapti. Bunda emotsiya rivojlanmay qoladi. Hech qanaqa bolada insoniy tuyg'ular rivojlanmaydi bolada. Shuning natijasida autizm kelib chiqyapti. O'zining dunyosida qolib ketadi bola. Onasidan hech narsa o'rganmaydi. Tug'ilgan top-toza oq qog'oz bo'lib tug'ilgan bolaga hech narsa yozilmaydi. Inostraniy gaplashiga sabab telefonda faqat ruscha bir narsalarni ko'radi, shuning uchun ruscha gapiradi. Uyda hech kim ruscha gapirmaydi, inglizcha gapirmaydi, lekin bola gapiradi. Uydagilar tushunmaydi lekin. Shu narsalar kelib chiqib turibdi.